Assalomu alaykum parrandachiqozlari. Jasur fermer o'z kanaliga xush kelibsizlar. Bugun Qo'qon shahar To'qlimergan mahallasida Rahmatullo akamiz uylarida mehmondamiz. Ko'pchilik adler jo'jalari bormi deyishdi. Bir arada o'zimizda uzilib qolishdi. Mana o'sha adler jo'jalari Rahmatullo akamizda hop, mana 2 oylik 20 dona tayyor bir yo'l jo'jalar bor ekan do'stlar. Bu yerda 3 yo 4 dona xo'roz ko'ryapman. Qolgan hammasi makon ekan. Hali tezroq aloqaga chiqsalar, narxlarni chiroyli qilib beriladi. Pastda nomerlarni ham qoldiraman do'stlar. Akamizda mana asosan 1 oylikgacha boqib berishar ekan, 1 oylikdan 2 oylikgacha ham qilib beraveraman deyishyapti. Kelishilgan holda deyishyapti. Mana jo'jalar ko'ringlar, sifatlariga baho beringlar. Haqiqiy sarg'ayib, sariq tumshuq, Rossiya liniya. O'zi ko'pchilik boqib turganlar biladi, adlerda qanaqangi hali ajratib olishdi. Mana do'stlar, hop, akamizda mana hop, bular 8 kunlik ekan. Ko'rib qo'yasizlar, mana shularni 1 oylikgacha qilib berishar ekan. Bexijolat o'limdan chiqarib vaksinalarni qilib berishar ekan. Hop, bundan tashqari do'stlar, akamizda yana mana amerikanskiy jersey, hop, bu yerda adler cerebro aralash ekan. Mana pastda yana bir ajoyib zotimizdan biri O'xayli. Buni ko'pchilar bilsa kerak. Bu hali rost mana tanilgani yo'q. Buni ko'pchilar bemor aka-ukalarimiz, opalarimiz ko'p qidirib qolishyapti tuxumini dorilikka. Hop, buni nimaga desalaring, hop, sahrga, keyin ko'p odamlarning yosh bolalarning immunitetini ko'targani, ko'p kasallarga foydasi bor. Buni hali bizlar rost mana bilishgani yo'q. Buni bilsa odamlar to'g'risi faqat shundan boqishadi deb o'ylayman. Chunki juda ham ming bir dardga davo deb aytilgan. Xitoyda o'zida ham tan olinganda bu to'g'rilar. Buni ham 2 oylikgacha zakaz olib qo'yishibdi. Bular sotilgan ekan, lekin agar kerak bo'lsa chiqarib beramiz deyishyapti. Hop, akamiz o'zidan so'radik. Mana akamiz o'zlari ham aytib o'tib ketishadi. Mana bu yerda jersey kelgan jo'jalarimiz ekan. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka, shu obunachilarimizga juda ham qiziq. Bizdan juda ham ko'pchilik adler jersey kelgan to'g'larni so'rashadi. Keyin aka, mana shu jo'jalar ichida yuribsiz, mana o'zingiz boqyapsiz ekan. Aka, bu jerseylarimiz 9 kunlik adlerlarimiz ham bor aka. 9 kunlik soni cheklanmagan, qancha miqdorda bo'lsa olinaveradi aka. Manzilimizga qoldiramiz. Keyin aka, mana ko'pchilik ko'proq adlerga talab kuchli bo'lyapti-da bizda O'zbekiston territoriyasida. Bu 2 yildan beri trendda yurgan to'q. Misol mana o'zingiz ham boqyapsiz, buni xususiyatini yaxshi bilasiz aka. Hali ko'pchilik aytadi, "Yo'q, maqtama, unaqa bo'lmaydi, bunaqa" deyishadi endi. Aka, adlerda 2 yildan emas trend yuribdi. Hozirda ko'pchilik bilyapti aka. Xo'p, bu adlerlarimiz 1 yil davomida 360 kun bo'lgan bo'lsa, 365 kun bo'lgan bo'lsa aka, 320 tadan 340 tagacha tuxum tug'adi. Tuxum beradi. Bu degani har kuni tuxum bor aka. Bemalol nima qilinaveradi? Har kuni deyarli tuxum tug'adi. Buni aka boquv qiyin deb o'ylayapti-da ko'pchilik. Men aytaman, buni 15 kunlik, 20 kunlik, 1 oyligini olgan odam, hali boqishni bilmaydigan odam ham boqaveradi bu jo'jani. Shunaqa aka, bu tez rivojlanishi bilan aka, xo'p, xususiyatlari ko'p. Poteriya kam bo'ladi aka. Hop, mana ko'rib turganingizdek aka, holatlari yaxshi. Sifatlarini ko'ringlar, mana jo'jalarni prosta. Mana o'zi marjonlari ham chiroyli bo'lib, mana bo'yni, dumlari qora, mana ko'pchilik ajratsalar ham bo'ladi. Mana oyoqlarini qaranglar, sap-sariq, haqiqiy tozasilar. Bir xilgalarda yashil oyoq chiqadi, bir xilgalarda boshqa ochroq. Mana haqiqiy toza Rossiya liniyasi kerak deb turganlar bo'lsa, akamga bemalol aloqaga chiqinglar. Mana bu yerda 1 oyliklarni ham ko'ringlar, qanaqangi sifatlari. Aka, buni o'sishlari qanaqa bo'lyapti? Misol mana siz boqyapsiz, 1 oylikgacha qancha sizda poteriya bo'lyapti misol? Xo'p, aka, deyarli poteriya bo'lmayapti. Rivojlanish tez, immunitet yaxshi tovuq aka. Buni ko'pchilik biladi. Bilib ham bo'ldi o'zi shunda ham. Zo'r aka, endi maqtashga hojat yo'q. O'zi hamma deyarli bildi qanaqaligini. Hozir bu nomer 1 desa ham bo'ladi buni. Nomer 1 aka, hozir trendda. Tavsiya qilaman do'stlar, shoshilinglar. Akamda cheklanmagan miqdorda bor ekan. Mana bundan tashqari yana boshqa zotlar ham, koreyskiy hanxayap ham so'rashyapti ko'pchilik bizdan. Xo'p, mana bu yerda koreyskiy hanxayap jo'jalarimiz. Bu broller desa ham bo'ladi. O'zimizning brollerda qizil variantga go'shtga ham tuxumga boqiladi, to'g'rimi aka bu? Shunaqa aka. Bu tozasi hanxayani. Nomi Kuchinskiy desangiz ko'pchilik taniydi. Mana tuxum go'sht yo'nalishida boqiladi. Tuxum go'sht yo'nalishida boqilaveradi aka. Akamda ob'yom katta ekan. Do'stlar,
tezroq aloqaga chiqib, chiqsalar narxlarni chiroyli qilib kelishtirib beriladi. O'zim Xohlasa. nomerlarimni qoldiraman. Mana amerikanskiy jersey so'ragan obunachilarimiz juda ko'p bo'ldi. 1 oylikgacha aka bor, hozir buni tayyor sotuvda. 1 oylikgacha bor aka, tayyor. Bular 9 kunlik. Aha. 1 oyliklari ham bor aka, soni cheklanmagan. Do'stlar, bugungi videomiz mana shundan iborat bo'ldi. Tezroq aloqaga chiqasizlar, pastda nomerlar qoldiraman. Video manfaatli yoqqan bo'lsa, do'stlar, bundan tashqari Qo'qon territoriyasida inkubator xizmatini ko'pchilik so'rashdi. Akamda inkubator xizmatlari ham mavjud ekan. Mana shu kunlarda o'zi bugun jo'jalar ochishni boshlabdi. Mana agar inkubator xizmatlari kerak bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bundan tashqari akamizda mana tayyor broderlar, hop, zakaz olamiz deyishyapti. Mana shunaqa broderlarga baquvvat qilib yasalgan. Razmerlarini aytishsa, xohlagan turda qilib berilaveradi. Xohlagan razmerda qilib beraverasiz aka. Letniy varianti ham, broder xizmati ham bor aka. Bor, hammasidan bor ekan. Mana ko'pchilik bizdan so'rashsa, qayerdan olamiz, boshqa qilamiz. Bu jo'ja uchun eng zo'r narsa nimagaki, jo'ja bunda sog'lom o'sadi. Eng birinchi o'rinda ko'pchilik Tez rivojlanadi. ko'pchilik aka xato qiladiki, shu axlati ko'pchilik o'zi yeb qo'yadi jo'jalar kichkinaligida. Bunda tagiga tushar ekan, Tagiga обязательно. tushadi, ha. O'shani hisobiga jo'jani o'sishi ham mana pokiza jo'jalar turibdi, mana ko'ringlar. Mana shunaqangi chiroyli broderlardan ham bor ekan. Mana bugun so'tishni mana hozir chiqishni boshlagan jo'jalarimiz ham bor ekan. Mana bular tagiga materiallar solib qo'yishibdi. Bu necha kungacha solinadi aka? Hop, bular aka 9 kun, 8 kunga solinadi. 9 Bular yumshoq yurishi uchun. Ha, keyin olib tashlanadi. Olib tashlanadi. Yurur, Axlat tushadi, 8 kungacha. Oyoqlari qotib olsa hisob aka. Ha, yurishni bilsa bo'ldi. 8 kungacha olib tashlanaveradi. Mana do'stlar, mana shu bunaqangi broder xizmatlari ham bor ekan. Bemalol aloqaga chiqaramiz. Agar video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bittadan like bilan podpiska bosib ketinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar.